Audio kitoblar kanali siz bilan. Pirimqul Qodirov. Akromning sarguzashtlari. 6-bob. Tut. Sanjar akaning hovlisida o'rik, behi, tovuq bilan birga tanasi g'adir-budur keksa tut ham bor. Bahorda tut pishganda Sanjar aka uning oppoq donalarini bittalab terib yeyishni yaxshi ko'radi. O'g'li Akromga "Sen ham tutdan yeb tur, bu juda ajoyib narsa" deydi. Lekin Akrom tutdan terib yeyishga erinadi. Oyisi taqsimchaga solib shakar sepib qo'ygan yirik qulupnaylar Akromga ko'proq yoqadi. Tut pishib tagiga to'kilib yotsa ham Akrom qayrilib qaramaydi. Bir kun kechki payt Sanjar aka ishdan kelib so'rida dam olib o'tirgan edi. O'g'li yo'lkada to'kilib yotgan oppoq tut donalarini ko'rmasdan bosib o'tganiga ko'zi tushdi. "Bu yoqqa kel" deb Sanjar aka o'g'lini yoniga chaqirdi. "Qani, bu yoqqa chiq." Otasining qoshlari chimirilganini ko'rgan Akrom "Hozir gap eshitaman" deb o'yladi. Yana nima yomon ish qildim ekan? "O'tir, boshimdan o'tgan bir voqeani aytib bermoqchiman." Akromning xavotirligi birdan bosildi. U dadasining boshidan kechirgan voqealarni juda qiziqib tinglar, ko'pincha "Dada, ko'rgan narsalaringizni aytib bering" deb iltimos ham qilar edi. "Urush vaqtida men sendan sal kattaroq bola edim" deb gap boshladi Sanjar aka. "Biz tog'dagi qishlog'imizdan Bekobodga ko'chib kelgan edik. Otam Uralga ishchi batalyoniga ketgan. Katta akam qurilishga ishga kirgan. Biz uning qaramog'iga o'tganmiz. Kartochka bilan non olamiz." Akrom kartochkaning nimaligini bilmas edi. "Kartochka bilan nonmi?" deb so'radi. Afandi, men qog'oz kartochkani aytyapman. U vaqtlarda non tanqis edi. G'allaning ko'pi frontda jang qilayotgan askarlarga yuborilar edi. Bizning har birimiz kartochka bilan 400 gram 500 gramdan qora non olar edik. To'yib yeyman desang, bu non bitta nonushtadan ortmas edi. Lekin biz shuni oz-ozdan yeb bir kunga yetkazar edik. Hamma o'zib ketgan edi, lekin hamma g'alabani o'ylar edi. G'alaba uchun har qanday qiyinchiliklarga chidar edik. Biz ayniqsa urushning oxirgi yili ko'p qiynaldik. Sigirimizni ham sotib yeganmiz. Sut qatiqi yo'q, butun ro'zg'orni non kartochkasi bilan tebratamiz. Shuning ustiga men bir yomon ish qildim. Bahor payti edi. Esimda bor, qattiq shamol bo'layotgan edi. Magazinga borib 5 ta kartochkaga non oldim-da uyga qaytdim. Cho'ntagimni qarasam, kartochkalar yo'q. Orqamga qaytib o'tgan joylarimni 10 martadan qidirdim. Topa olmadim. Shamol uchirib ketganmi yoki boshqa hodisa bo'lganmi bilmayman. Ishqilib 5 kishining 10 kunlik non kartochkasi yo'qoldi. "Boshqasini olsangiz bo'lmasmidi?" dedi Akrom. "Yo'q, bu mumkin emas" dedi. Chunki non ham kartochkalar ham hammasi hisoblik bo'lardi. Bizga 2 qayta bersa, boshqa kimdir och qolishi mumkin edi. 10 kun juda yomon bo'ldi. Hech kim yordam bermadimi? Yaxshi qo'shnilar, qarindoshlar qo'llaridan kelgancha yordam berishdi. Akamni ishchi o'rtoqlari boqishdi. Lekin u paytda hamma ham tanqislik tortar edi. Uncha-muncha topilgan non-ponni onam bizga berdi. O'zi hech narsa yemay darmondan ketib yotib qoldi. O'sha kezlarda endi tut pishgan edi. Lekin bizning hovlimizda ham, yaqin atrofimizda ham tut daraxtlari yo'q edi. Bir kun yarim kechada akam meni stansiyaga olib chiqdi. Poyezdning ochiq yuk vagonlariga mindik-da, tong otganda 30-40 chaqirim nariga borib tushdik. Bir joyda tut pishib turgan ekan. Shoxga chiqib rosa yedik. Necha kundan beri ochlikdan qiynalgan edim. Tut menga shunday totli tuyuldiki, umrimda men bunaqa shirin narsani kam yeganman. O'sha kuni tutga bir to'ydik. Keyin akamning belbog'iga biroz tut to'kib oldik. Yana poyezdga tushib uyga yetib kelgunimizcha belbog'dagi tut ezilib, suvi oqib ketgan edi. Ukalarim tutning shu qoldig'ini ham talashib yeyishdi. Onam ham undan ozgina yeb ko'rdi-yu, "Ko'proq olib kelmadinglarmi?" dedi. Biz chelak olib bormaganimizga afsus qildik. "Attanga" dedi onam. "Tut odamni darmonga kirgizadi. Shundan ko'proq yesam men ham tuzalib ketarmidim?" Men bu gapni eshitdim-u, "Aka, yana boraylik" dedim. Lekin akam ishga chiqishi kerak edi. "Men 2 kungacha band bo'laman, undan keyin boramiz" dedi. Men 2 kungacha qarab o'tirgim kelmadi. Non kartochkasini yo'qotib, hammani qiynab qo'ygan menman.
Nima bo'lsam bo'larman dedim u bitta bo'sh chelakni qo'limga olib ertalab stansiyaga chiqdim. Tushgacha ovora bo'lib poyezdga mindim u akam olib borgan tutzorga yetib keldim. Marvaridday oppoq tutlardan to'yganimcha terib yedim. Keyin yaxshi donalardan onam uchun terib chelakka soldim. Chelak to'lay deb qoldi. Stansiyagacha ancha yo'l. O'zim 12 yashar ozg'in bolaman. Shuni ko'tarib keta olsam ham katta gap dedim u kechki payt yo'lga tushdim. Qo'sh qorayganda bitta yuk poyezdiga sekin chiqib oldim. Poyezd yurib ketdi. Tezlik katta. Qorong'u tushguncha Bekobatga yetaman deb xursand bo'lib boryapman. Ana sement zavodining trubalari ko'rinib, poyezd sekinlashishi kerak, lekin hali ham tez yurib boryapti. Stansiyaga ham kirdik. Poyezd endi sekinlar desam, stansiyada to'xtamay gudok berib o'tib ketdi. Endi nima qilaman? Poyezd shahardan o'tib to'xtarmikan desam, yana to'xtamadi. Chelak bilan sakrab tushib keta olmasam, qorong'u tushib qoldi. Kimsasiz cho'l boshlandi. Yuragim taka-puka. Onam rosa xavotirlanayotgan bo'lsa kerak. Bu poyezd meni qayerlarga olib ketyapti? Hamma yoqqa qorong'ulik tushganda poyezd yo'ldagi kichik bir stansiyaga borib to'xtadi. Vagondan shosha-pisha tushdim. Shunda meni stansiyaning nazoratchisi ko'rib qoldi. "To'xta!" dedi. To'xtadim. Oldiga kelganda qarasam, temir yo'l formasidagi xotin kishi ekan. Unga bo'lgan voqeani bir aytib berdim. Non kartochkasini yo'qotib qo'yganimni, onam uyda yolg'iz yotganini, mana shu tutni onam uchun terib kelayotganimni aytayotib yig'lab yubordim. Nazoratchi xotinning menga rahmi keldi. "Hozir naryoqdan Bekobodda to'xtaydigan poyezd keladi. Chiqarib yuboraman, yig'lama" dedi. Aytganini qilib meni boshqa poyezdga mindirdi, lekin ikkinchi bunaqa sayoqlik qilib yurma dedi. Men o'zim ham uyga yetib borsam hech ham bunday qilmayman deb ko'nglimga tugib boryapman. Haligi poyezd Bekobodga yarim kecha bo'lganda keldi. Chelak qo'limda. Stansiyadan uyimizgacha ham ancha yo'l. Sahar palla uyga yetib bordim. Onam uxlamay yotgan ekan. "Voy Sanjarjon, qayerda eding? Men xavotirlanib bo'ldim-ku" dedim. Men pastlatib qo'yilgan kerosin chiroqning piligini ko'tardim. Chelakni oyimning oldiga qo'ydim. Keyin tutga borganimni aytdim. Chiroqning yorug'i chelakka tushdi. Qarasam, parvozlarning qurumi tegib, oppoq tutlar kechasi bilan qorayib qolibdi. Onamga tozasini berdik. Qolganini ukalarim bilan yuvib yedik. Onam 2-3 marta tutdan to'yib yedi-yu, yana darmonga kirib, o'rnidan turib ketdi. 3-4 kun o'tgandan keyin oy yangi bo'ldi. Yangi non kartochkalari oldik. Keyin urush tugadi. Otam qaytib kelib, yana cho'ponligini qila boshladi. Biz Bekoboddan tog'dagi qishlog'imizga ko'chib bordik. To'qchilik bo'lib, ko'p narsa esimizdan chiqib ketdi. Lekin o'shanda tut bizning jonimizga qanday og'riq kirganini onam hali eslab yuradi. Hovlilarda pishib tagiga to'kilib turgan tut endi Akromning ko'ziga boshqacharoq ko'rindi. Go'yo urush vaqtida otasiga katta yaxshilik qilgan tut daraxti uzoqlardan mana shu hovliga kelib qolgan edi. Uning shabadada sekin qimirlab turgan to'q yashil barglari Akromga shivirlab, "Istasang senga ham yaxshilik qilaman" deganday bo'lardi. Sanjar aka Akromning so'ri chetiga yechib qo'ygan shippagiga qaradi. Boya Akrom bosib olgan tutlarning nami shippakdan hali ketmagan edi. "Qara", dedi Sanjar aka o'g'liga. "Shu to'g'rimi?" Akrom indamay o'rnidan turdi. Hovliga to'kilgan tutlarni oyoq ostidan supurgi bilan sekin supurib olib ariqqa tashladi. Ertasi kuni Sanjar aka ishdan kelsa, ayvonda jajji yirik oppoq tutga to'lib turibdi. Sanjar aka tutdan bittasini og'ziga soldi-yu, mazza qilib, "Ah" dedi. "Muhabbatxon, buni kim terdi?" Akrom indamay kulimsirab turardi. Shunda Muhabbat opa tutni Akrom terganini aytdi. Do'stlar, kanalimiz rivojlanishi uchun iltimos bizga obuna bo'ling.